Mana bu skvajinamiz ichiga qum tushgan, filtrni yopib qo'ygan, suv bermayapti. Buni tejashga shoshilmaslik kerak. Avvalambor nima qilamiz? Mana kompressor yordamida havoni beramiz. Ustidan suv tashlaymiz. Shtob ichida vrashение berib, qumni qo'zg'atib olish uchun. Filtrgacha bo'lgan yo'lni ochib yuboradi-da. Bir yoqda havo, suv yig'ib borib qo'zg'atib, tayini ochib filtrgacha borishi kerak. Mana sekin-sekin suvni ko'tarib kelyapti. Qumga endi bu yerda asosan mana bunday qum joy skvajina singan. Shamoldan bo'lganmi yo bir texnika ko'rmay qumni surib ketgan ustiga. Xullas nima bo'lsa bo'lgan qumdan to'lganda suv bermagan. Hozir yaqindan ham ko'rsataman. Ichkarida vrashение beryapti. Qo'zg'olotda qumlarni. Mana ustida suv tashab qo'yganman. Tashlayapti. Suv ko'tarib olib chiqsin. Kimda shunaqa holatlar bo'lgan, kommentariyada yozib qo'yamiz. Bu asosan ko'pincha mana cho'l hududlarida quydan sug'orish uchun skvajina urib ishlatadiganlarga ham kerak bo'ladi. Ko'p joylarda ularga ham glubokий skvajinaga nasos tushirib, o'shandan suv chiqarib quyma ularni sug'orishadi. Boshladi. Bo'z tashlagan suvimiz atib filtrdan suv kelmagan. Gaz ham chiqadi qo'shib. Gazdan chiqadi qo'shib. Bundan shu holatda ketma-ket davom ettirib borilaveradi toki filtrgacha borguncha. Filtrdan keyin suv kelishni boshlaydi. Ustiga suv tashlamasalardan bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana kimgadir nima qiziqtirgan savollari bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Albatta qo'ldan kelgancha tushuntirib, video syomka orqali ko'rsatib berishga harakat qilamiz.